Hammaga assalomu alaykum. Bugun adresimizga ham mebelimizni olib kelib o'rnatib ham oldik. Bugun adres Dashtobod. Dashtoboddan o'tgandan keyingi 30 ga olib kelib o'rnatib berdik mebelimizni. Qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Polka oynalari qalin birli oyna. Rangiga keladigan bo'lsak, rangi shampan svet rang. Buni ham rangida tanlovlar bor. O'rtasi narixonada yotoqxona mebelini terganmiz. Uni ham qisqa qilib aytib o'tamiz. Bizning adres Jizzax shahar. Biz bilan bog'lanish uchun 90 643 22 42 raqamlariga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Narixonada yotoqxona mebeli bor. Uni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz hozir. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Divan, tremo, shkaf. Qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Divan 210 ga 170 matras razmer, ikkita tumbasi. Tremosi katta ishlangan, oldingiga nisbatan ancha katta. Roliklari pachunni rolik, o'sha. Rangiga keladigan bo'lsak, rangi shampan svet. Rangida tanlovlar bor. 3 xil: kumush, oq, mana bu svetdan. Mana bu qismiga keladigan bo'lsak, vishilka, uzun kiyim taxlash uchun. O'rta polka. Bu tomon ham xuddi shunday. Bizning adres Jizzax shahar. Biz bilan bog'lanish uchun 90 kodi 643 22 42 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin.